Ona Xazar uni chorlamoqda. Feridun birdan dadillashdi va o'zini dengizga tashlamoqchi bo'ldi. Ammo Shahin bilan Nohid yugurib kelib, Feridunni sakrashga qo'ymay, mahkam quchoqlab olishdi. Feridun, shunga kel. Bu jodugar qushga ishonma, aslo ishonma dedi Shahin. Ha, ishonma, onang Osiyo xola seni kutyapti. Yur do'stim, uyga ketaylik, dedi Nohid. Qo'yvoringlar. Meni qo'yvoringlar, men semir qushga ishonaman. Dengizga sakrashim kerak, dedi Feridun ularni siltab. Ammo Shahin bilan Nohid bo'sh kelmadi. Ikkovlashib mahkam ushlab, uni oq yassi tosh ustidan pastga olib tushdilar. Ularni uzoqdan kuzatib turgan Yavuz bu holdan g'azablandi. Rasvolar! Qaysi go'rdan keldi bu Shahin bilan Nohid? Uni o'z holiga qo'ysalar, o'zini dengizga tashlardi va men bu mashhur yulduzdan qutulib, o'zim yulduz bo'lar edim. Ha, attanga, mayli. Baribir yaqin kunlarda sening joningni olaman, Feridun, dedi g'azabidan ko'karib ketgan Yovuz. Feridun noiloj do'stlariga bo'ysundi. Ular yassi tosh ustidan tushib keta boshladilar. Semir qush unga: "Ey Feridun, sen baribir suv ustida va havoda raqsga tushasan. Bu sening taqdiringga yozilgan." Shunday deb Semir qush qanot qoqib osmonga parvoz qildi. Uning "Bu sening taqdiringga yozilgan" degan gaplari tevarak atrofga aks sado berib, ona Xazar uzra jaranglar. Yavuz yashiringan joydan chiqib uyiga jo'nadi va shuning uchun keyingi voqeadan bexabar qoldi. Suv ustidagi raqs. Uchala do'st dengiz sohilini yoqalab uylariga ketmoqda. Nohid bilan Shahin Feridunning to'lqinlari bilan birga raqsga tushganini ko'rib hayratga tushgan edilar. Uning o'yinlari va tanasidagi mayin egiluvchanlik, raqs plastikasi nihoyatda jozibali va fusunkor. San'atkorlarning tili bilan aytganda jon oluvchi inja san'at. Bunaqa inja san'at ustozi Ali og'agina ularga shunday ta'lim berar. O'quvchilarning hammasi shuning uchun Ali og'ani sevar edi. Ular faqat Feridunning raqsini emas, balki uning raqsiga oshiqda bo'lgan semir qushni ham ko'rdilar. Semir qush bilan Feridunning suhbatini eshitib, o'z ko'zi bilan ko'rgan do'stlari Feridunning buyuk iste'dod ekanligiga tan berdilar. Nohid bilan Shahin endi unga boshqacha hurmat bilan qaray boshladi. Hada, axir Xudo hammaga ham nazar sola bermaydi. Bunaqa buyuk iste'dod 100 milliard kishidan bittaga nasib bo'lishi ehtimol. Shahin, Nohid, kelinglar, mana shu qayiq ustida bir pas dam olaylik, dedi Feridun. Ular sohilda to'ntarib qo'yilgan qayiq ustiga o'tirdilar. Nohid, sen semir qushning Feridunga aytgan gaplariga ishonasanmi? deb so'radi uning do'sti Shahin. Men ishonmayman, dedi Nohid. Feridun kelajakda buyuk raqqos bo'ladi, bu aniq. Ammo odam bolasining suv yuzida yerdagidek yurishi bir afsonadir. Men ishonaman, dedi Shahin. O'zing o'ylab ko'r do'stim. Tez uchar samolyot va oyga uchib borib qo'ngan raketalar ham oldingi zamonda fantastika bo'lgan-ku. Ammo oradan bir necha era va asrlar o'tib, ular ro'yobga chiqdi-ku, dedi Shahin qizishib. Yoki oddiy telefonni olaylik. Bakudan turib Toshkentga qarindoshingga telefon qilsang, o'sha zahot uning yuzi telefon ekranida ko'rinadi va bir-biringizni ko'rib bemalol gaplashasizlar. Shahinning gapi to'g'ri, dedi Feridun.
ustozimiz Alog'a har bir fantastikaning tagida bir haqiqat yotadi degan edilar-ku. Men baribir insonning suv ustida bemalol yura olishiga ishonmayman, dedi Nohid yengilgisi kelmay. Do'stlar, miyamga g'aroyib bir fikr keldi, dedi Shahin xursand bo'lib. Semur qush uchib ketayotganida, ey Feridun, sen baribir osmonda va suv ustida raqsga tusha olasan. Bu taqdiringga yozilgan deb aytdi-ku. Xo'sh, aytgan bo'lsa nima bo'pti, dedi Nohid. Kelinglar sanab ko'ramiz. Mana hozir dengiz sohilidamiz. Feridun o'rningdan turib suv ustida bir yurib ko'rchi, axir qirg'oq judayam sayozki, qo'rqma, cho'kib ketmaysan. Semurg'ning gapi rostmikan? Ha, to'g'ri, qani tur. Suv ustida bir yurib ko'rchi, cho'kmaysanmi? Feridun do'stlarining bu taklifidan avval xavfsiradi. Keyin ularning qistovi bilan sohildan 2-3 metr naridagi dengiz sohiliga kelib, ohista chayqalayotgan to'lqinlar ustiga bir oyog'ini sekin qo'ydi. Nohid bilan Shahin uning har bir harakatini hayajon bilan kuzatib turdilar. Hech qanday hodisa ro'y bermadi. Ammo Feridun ikkinchi oyog'ini ham suvga qo'yganida osmonda yarq etib chaqmoq chaqdi va momaqaldiroq gumburlab yomg'ir yog'a boshladi. Feridun bu hodisadan cho'chib sohildan uzoqlashdi. Shu payt osmondan, ey Feridun, qo'rqma azizim, sen cho'kmaysan, dengizga qaytib bor va suv ustida o'yna, degan aks sadoli nido keldi. Ikkinchi marta chaqmoq chaqqanda uning fikri tiniqlashdi. Ko'zlari ravshan bo'lib, jismida yangi kuch-quvvat paydo bo'ldi. Qalbida go'zal hissiyotlar tug'yon urdi. Feridun yana dengizga qaradi. Milliard rohat baxsh yomg'ir tomchilari dengiz to'lqinlarining qo'yniga yog'ilar va ularning og'ushiga singib ketib, sho'x to'lqinlar bilan birga raqsga tushar. Suv betida qo'ng'iroqchalar hosil qilib, go'zal manzara kashf etardi. Dengiz Feridunni chorlamoqda. Feridunning zavq keldi. Ilhom shamoldek guvullab kela boshladi. U chopib borib o'zini to'lqinlar ustiga otdi. Yo Rabbiy, bu ne sir sinoatki, Feridunning oyoqlari suvga botmadi. U go'yo yassi tosh ustidagidek suv ustida bemalol yurib raqsga tushmoqda. Shahin bilan Nohin bu mo'jizani ko'rib og'izlari ochilib, hangu mang bo'lib qolishdi. Osmonda yana nur paydo bo'ldi va birozdan keyin bu nur oppoq semir qushga aylandi. U to'g'ri uchib kelib suv ustidagi Feridunning yoniga qo'ndi. Keyin bir zum uning qanoti va patlari to'kilib go'zal qushga aylandi. Parijahon, kel birga o'ynaylik, dedi Feridun mamnun bo'lib. Qiz indamay Feridun bilan birga o'ynayverdi va shu asnoda go'zal qizga aylandi. Uning o'yini ham Feridunnikidek go'zal va jozibali edi. Ular juda uzoq o'ynadilar. Do'stlar, Shahin bilan Nohidning borligi ularning esidan ham chiqdi. Ikkovi raqsga shunchalik berilib ketdiki, go'yo ular uchun dunyoda ikkovidan boshqa hech kim yo'qdi. Raqs dunyosiga kirib, raqs bilan birga yashamoqda edilar. Xazar dengizining to'lqinlari ham bugun har kungidan ko'ra ancha sho'x va shovqinli. Dengiz tevarak atrofdagi sukunatni buzib, guvullab u yoqdan bu yoqqa chayqaladi. Nohid bilan Shahin Feridun bilan Parijahonning suv ustida to'lqinlar orasidagi o'yinlarini ko'rib, sehrlangandek mum bo'lib qotib qoldilar. Dengiz charchagandek tinchdi. Musiqa ovozi tindi. Feridun, o'zingga kel, uyga qaytishimiz kerak, dedi Shahin. Shundan keyingina Feridun o'ziga keldi. Ay qiz, adim nedir? deb so'radi Feridun qizdan. Benim adim Parijahan, dedi qiz tavozu bilan tabassum qilib. Çok güzel o'ynar ekansan.
Yo'q, senchalik go'zal o'ynay olmayman. Nima uchun so'radi yigit. Chunki senga Alloh bergan. Shuning uchun raqslaring ilohiydir, dedi Parijon. Ha, bu senga haqdan berilgan. Nahotki deb ajablandi Feridun. Axir Ali og'a ustozim bu haqda menga hech qachon gapirmagan-ku. Ustozing hamma sirdan voqif, ammo bu sirni senga aytmaydi. Nohid bilan Shahin ularga yaqin kelib qizni boshdan oyoq kuzatishdi. Sen chaqmoqning qizimisan? Yo'q, qizi emasman. Osmonda yashaysanmi? Ha, osmonda uchib yuraman. Tog'larda, bulutlar ichida o'ynayman, uxlayman. Osmonda chaqmoqlar ko'p, ammo hech birining muqim yashaydigan yeri yo'q. Parijon, biz bilan yerda qol. Ali muallim seni ansamblga qabul qiladi. Biz bilan birga raqsga tushasan. Buning iloji yo'q, Feridun, dedi. Ketadigan vaqtim bo'ldi. Shahin, bak, ko'kdan eshik kelir. Shahin, qara, osmondan nur uchib kelmoqda, dedi Nohid osmonni ko'rsatib. Osmonda yorqin nur paydo bo'lib, dengiz ustidan aylanib ucha boshladi. Meni chaqirishyapti. Feridun, zarur bo'lgan paytda chorlasang, albatta yoningga kelaman, dedi. Seni nima deb chaqirsam kelasan? 3 marta Parijahon deb chaqirsang, bir zumda yetib kelaman, dedi qiz. Va oppoq semir qushga aylanib osmonga uchdi. U oppoq qanotlarini yozib ucha-ucha bulutlar qariyaga singib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qanday g'aroyib hodisa! Qarang-a, chaqmoq yerga tushdi. Biz sen tufayli, Feridun, dedi Shahin hayratdan mundek qotib. Feridun hech narsa demay osmonga qaraganicha qotib qoldi. Xavfli baliq ovi. Taassurotlar bilan uyga qaytdilar. Anajon, men keldim, dedi Feridun uyga kirarkan. O'g'lining kech qolganidan xavotirga tushgan Osiyo xolaning ko'zlarida kun tug'di. O'g'lini quchib, nam yuzlaridan qayta-qayta o'pib, uning ko'zlariga qaradi. Nega hamma yog'ing ho'l, o'g'lim? So'ramang anajon, bizlar yomg'irda qoldik. Bizlar deganing kimlar? Bilasiz-ku, do'stlarim Shahin bilan Nohidda. Voy, qornim ochib ketdi-ku. Qanday ovqat qildingiz? Sen yaxshi ko'radigan kartofli xangal. Yana qayla solib qovurilgan buzoq go'shti, salatlar. Sen yuvinib stolga o'tir. Hozir ovqatlaringni keltiraman. Feridun bugungi voqealar to'g'risida onasiga lom-lim demadi. U ishtaha bilan ovqatlanib, birozdan keyin uxlab qoldi. Feridun tunda juda ham miriqib uxladi. Tongda dengizning shovullashidan uyg'ondi. O'rnidan turib dengizga qaradi. Ular har doimgidek hazin chayqaladi. Bahaybat to'lqinlar oppoq ko'piklarni yelkasida ko'tarib kelib, ulkan xarsang toshlarga zarb bilan urilib, tomchilarga aylanadi va baribir taslim bo'lmayman degandek yana orqaga qaytadi. Feridun zavq bilan bu manzarani tomosha qilib turganda, kimdir darvozani qattiq taqillatdi. Feridun tashqariga chiqib darvozani ochdi. Salom do'stim, Feridunjon, do'stim. Bezovta qilmadimmi? Dedi kelgan bola. Feridun hayron bo'ldi. Uning qarshisida raqibi, dushmani 3-4 hovlilarda yashaydigan Yavuz tirjayib kulib turardi. Mashhur raqqos bo'lishni orzu qilib yurgan Yavuz hech qachon Feridunning uyiga kelmagan edi. Kel, Yavuz, tinchlikmi? Tinchlik emasda, do'stim, dedi Yavuz. Onam og'ir kasal bo'lib qoldilar. Qonlari kamayib ketibdi. Doktorga borgan edik. Doktorning aytishicha, u dengiz qirg'og'idan 300 metr ichkaridagi yashaydigan shifobaxsh baliq bor ekan.
ana o'sha baliqning yog'idan ichsalar onam sog'ayib qolar ekanlar. Men nima qilishim kerak? Dedi Feridun uning gapiga tushunmay. O'sha baliqdan tutishimiz kerak deb tushuntira boshladi Yavuz. Ammo men bir o'zim eplay olmayman. Birga boraylik, menga yordamlash do'stim. Yavuzdan bunaqa iltimosni kutmagan Feridun ikkilanib qoldi. Osiyo xola unga nima deyapsan? O'g'lim bugun dam olish kuni, uydan chiqma deb tayinlaydi dedi. Men bormayman dedi Feridun. Yavuz shilqimlik qilib uni qistayverdi. Osiyo xolaning ham rahmi keldi. Yavuz o'zi tinchlikmi bolam? Onangga nima bo'lgan? Yavuz onasining kasalligini aytib, baliq tutish uchun Feridunning yordami kerakligini aytdi. Osiyo xola ikkilanib qoldi. U Yavuzning yomon bola ekanligini bilardi. Shuning uchun yakkay yolg'iz o'g'lini unga qo'shib yuborgisi kelmadi. Yo'q. Men Feridunni Bakuning eski shaharda yashaydigan kichik xolasinikiga olib boraman. U bizni mehmonga chaqirgan dedi, qovog'ini solib. Yavuz Osiyo xolaning oyog'iga tiz cho'kib dedi. Jon xolajon, yo'q demang. Yolvoraman, onam og'ir kasal o'lib qoladilar. Feridunni men bilan birga yuboring. Shundoqqina qirg'oqning sayoz yeridan 4-5 ta baliq tutamiz-u, darrov uyga qaytamiz. U dengiz ichkarisiga kiramiz degan gapni Osiyo xolaga aytmadi. Feridunning onasi Yavuzga va uning onasiga rahmi kelib, mayli bora qol deb o'g'liga ruxsat berdi. Mayli bora qol, lekin hayallab qolmasdan tez qaytinglar. Feridun bilan Yavuz to'rni ko'tarib dengiz tomonga ketdilar. Osiyo xola uyga kirib qozondagi ovqatdan bir talilka suzib oldi va ustiga bitta nonni yopib, sochiq bilan o'raganicha Yavuzning onasi Sariya xolani ko'rishga ketdi. Kasal odamdan ko'ngil so'rash cho'q savob ish dedi. Oq ko'ngil Feridunni Yavuz aldab dengiz sohildagi qayiqlar turadigan joygacha olib keldi. U Feridunga yaxshi muomala qilmoqda. Ichidagi hasad olovi esa borgan sayin alangaga aylanib bormoqda. Ular qayiqlardan birini tanlab to'rni qayiqqa yukladilar. Qayiqqa o'tirgach, Yavuz eshkak esha boshladi. U juda chaqqonlik bilan shoshib harakat qilar va har zamonda Feridunga qarab qo'yar. Qayiq qirg'oqdan ancha olislab dengiz ichkarisiga kirib bormoqda. Yavuzning muomalasi o'zgara boshladi. Xavfsanama dedi u ichida. Mening raqslarim va plastikam senikidan yaxshi edi. Ammo muallim Ali og'a ayirmachilik qildi. Meni o'rnimga seni tanladi. Bugun sening hayotingga nuqta qo'yaman. Endi sen sahnada emas, dengiz tubida raqs etishasan. U qabih niyatini tezroq amalga oshirish uchun jon jahdi bilan eshkak esha boshladi. Feridun xavotirga tushdi. Chunki Yavuzning muomalasi borgan sayin o'zgara boshlagan edi. Kulib turgan chehrasida qahr, g'azab paydo bo'ldi. Yavuz, do'stim, qirg'oqdan ancha uzoqlashib ketdik. Bu hayotimiz uchun juda xavfli. Tezroq orqaga qaytaylik. Balig'ingni qirg'oqdan ko'paytiramiz, dedi Feridun tashvishlanib. Uning gapini eshitgan Yavuz qah-qah kuldi. Feridun, dedi u g'azab bilan ko'zlari yonib. Seni boplab laqillatdim, ahmoq qildim. Sen o'z raqslaring bilan go'yo yulduzga aylanding. Aslida esa mendan ortiq emassan. To'g'ri Yavuz, to'g'ri, sen juda go'zal o'ynaysan. Bilaman, Ali og'a ham seni maqtaydi. Bo'lmasa nega Ali og'a seni ko'klarga ko'tarib maqtaydi, gapir. Bilmayman, sening niyating buzilganga o'xshaydi. Bu fikringdan qayt. Hali ham katta konsertlarda raqsga tushib yulduz bo'lasan, dedi Feridun uni insofga chaqirib. Yo'q, deb hayqirdi Yavuz. Toki sen tirik ekansan, men hech qachon yulduz bo'la olmayman. Sen o'lishing kerak, dedi.
va eshkakni ko'tarib zarb bilan Feridunning yelkasidan urdi. Feridun qayiqdan uchib ketib, guvillab bostirib kelayotgan vahimali to'lqinlar og'usiga yiqildi va to'lqinlar Feridunni ko'mib yubordi. U bir necha daqiqa cheksiz ummon ichra qoldi. Dengiz qa'riga cho'ka boshlaganda Parijahon deb chaqirdi Semurg'. Osmonda yarq etib charmoq chaqdi. Shiddat bilan uchib kelayotgan Semurg' ko'rindi. "Ey Feridun!" dedi Semurg'. Uning tepasida qanot qoqib, "Esingda tut, suvga cho'kmaysan. Sen oyog'ingni suv ustiga qo'y va qirg'oq tomonga yur." Feridun to'lqinlar og'usidan chiqib tik turdi va suv ustiga bemalol yurib ketaverdi. Endi qo'rquv nimaligini u bilmasdi. Taqdirga yozilgan hamma gapdan xabardor edi. "Xayr Feridun, sahnada raqsga tushadigan kuning albatta yoniga kelaman", dedi Semurg' Parijahon va qanot qoqib uchib ketdi. "Rahmat Parijahon, albatta sahnada birga o'ynaymiz", deb qo'lni silkitgancha u bilan xayrlashdi Feridun va suv ustida yurib bahaybat to'lqinlar orasidan dadil o'tib sohil tomonga keta boshladi. U 100 qadamcha suv ustida yurib birdan orqasiga qaradi. Yovuz eshkakni osmonga silkitgancha "Feridun, Feridun, menga yordam ber, meni qutqar", deya jon jahdi bilan baqirardi. "Meni kechir." Birdan yopirilib kelayotgan dengiz to'lqini guvillab kelib qayiqqa urildi va uni ag'darib yubordi. Yovuz qayiqdan uchib ketib dengizga quladi va cho'ka boshladi. Dengizning qahri kelgandek bo'lib Yovuzni to'lqinlar girdobiga tortdi va uni aylantira boshladi. Juda ko'p suv yutgan Yovuz cho'ka boshladi. Feridun bu hodisani hayajon bilan ichida kuzatib turdi. Keyin oyog'i ostidagi suvni shaloplatib Yovuzni qutqarishga shoshildi.